Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida Corcovado tog'i tepasida dunyodagi eng mashhur haykallardan biri Iso Masih haykali qad rostlab turibdi. Uning balandligi 38 metr, qo'llari esa 28 metrga yoyilgan. Bu holat Iso Masihning insoniyatni bag'riga olishi va himoyasini ramziy ifodalaydi. Haykal 1931-yilda ochilgan bo'lib, u zamonaviy dunyoning 7 mo'jizasidan biri hisoblanadi. Qizig'i shundaki, haykal joylashgan hududda yashin tez-tez tushadi. Shu sababli u ko'p marotaba chaqmoq zarbasiga uchragan. Shunga qaramay, Iso Masih haykali hanuzgacha Braziliya tinchligi, iymoni va birdamligining timsoli bo'lib kelmoqda. Har yili millionlab sayyohlar bu mo'jizani ko'rish uchun Rio sari yo'l oladilar.